Shuncha odamni ko'rdingizlar. Qo'ni, qo'shni, mahalla, köy, ko'cha shuncha odam yuribdi. İçkilerinin ahvalını gördük. İçip sonlarını gördük. İçip debdele boğalarını gördük. İçip ölgenlerini gördük. Neçtesini gördük. Çektiler. Çekip okulurdular. Çektiler. İçtiler. İçtiler. Çektiler. O'shaning uchun yo'lini yo'qotib yurganlar yoki uxlab yurganlar, hali uyg'onmaganlar, hali vaqtlarimiz bor. Bu adaburiy degan narsa bu yillar davomida mayda qum zarralari kabi mayda yilnab o'sha ishlatib berilib ketsang nimadir bo'ladi. Yo'lingga yo'qotib qo'yasan. Keyin nima? Keyin o'sha bo'ldi. Yillar davomida, ancha yil, 10-15 yillar davomida, 20 yillar davomida o'lib terib, cho'plab, siplab topgan odob-o'rin, or-nomusim ketdi. O'sha bilan yigitlik, odob-o'rin, qadr-qimmating ketdi. Menga baribir dedi onlar, xato qiladi. Menga baribir deb bo'lmaydi, chunki kelajakda hamma farzandli bo'ladi. Kimdir gelin oladi, kimdir gelin uzatadi, kimdir qiz uzatadi. O'shaning uchun odob-o'ringa, or-nomusa, yigitlik, or-nomusi o'ynaydigan e'tiborli jihati bor mavzular albatta bor. Men o'shaning uchun behuda saviya haqida gapirmayman men. Hey, bu devsiychilik qilasan, tursingni kallangga giyasan. Bunatib qiliqlar qilasan, meta qilasan. Bu narsani kelajagi bor. Erta-indin nima qilib sen kimga qaynota bo'lasan, kimga quda bo'lasan, kimga anda bo'lasan. O'sha yerlari bor. 10 yil, 20 yil, 30 yilni qara. O'shaning uchun bu tilni ehtiyot qilib, o'zingizni ehtiyot qilib, to'g'ri yo'lda yurib, kim oshna, kim jigar, kim o'rtoq, kim oshna, kim do'st, kim yor. O'shani bilish kerak. Bilish uchun nima qilish kerak? Ko'tni qisish kerak mahkam va dalish yurish kerak va gapirmaslik kerak. Jimgina yurib, faqat kuzatish kerak. Men bilaman degan odam faqat yutqizadi. Bilmayman deyish kerak. Bilmayman. Men ko'p narsani o'rganishim kerak. Men ko'p ish qilishim kerak. Men ko'p pul topishim kerak. Men ko'p rejalar qilishim kerak. Men ko'p o'nishim kerak, ko'p o'sishim kerak deyish kerak. O'shanda rivojlanadi. Men hamma narsani bilaman, meni saviyam pupes, yaxshi, men aqlim, bilimim, saviyam, men sharmanda tashiyman deydigan odam o'pishim o'tizadi. O'pishim hayotda yutqizadi. Nechtasini ko'rganman? Nechtasini ko'rayman? Pulli, mansabli, organda ishlaydigan. Men emas, nafaqat butun xalq ko'rib qo'ydi. Hammamiz ko'rib. O'shaning uchun ongli harakat qilish kerak. Ongli harakat qilish uchun oyni, saviyani, bilimni, ilmni oshirish kerak. Bilmaganlardan so'rash kerak. Nafaqat men 40 yoshlar, 50 yoshlar normal odamlar bor. Shularning oldina boringlar, suhbatlashinglar. Hayot nima o'zi? Hayotda qanday qilaman? Hayotda nima qilishim kerak? Hayotda qanday qilsam qanday bo'ladi? Qanday qilsam men rivojlanaman? Nima qilsam menga plus bo'ladi? Nima qilsam menga minus bo'ladi? Odamlarni o'rganinglar. Yana o'shaga. Qo'ni, qo'shni, köy, ko'cha, mahalla, tuman yetadi. Hamma yer shifoxonaga prosta olish kerak. Falon kes, obstiyan kes. Qanday yashaydi? Qanday ichadi? Qanday yeydi? Qanday kiyinadi? Qanday gapiradi? Nimalar qiladi? Oilasi qanday? Tarbiyasi qanday? Qanday erishgan bu yutug'i? Bu mavzuda qanday yondashadi? Bu mavzuda nimalar qiladi? Shuni bir qaranglar, bir o'rganinglar bir. Meni shu juda yaqin odamlarim juda yomon yo'llarda yuribdi ozmoz. Men eshitaman, o'zim ko'raman, sezaman, bilaman. Hayotda cho'kish bu cho'kib qolish degan narsa yaramaydi yigit kishiga. Hayotda muammolardan qutulishning bitta yo'li bor. Bu ham bo'lsa o'lish kerak, faqat o'lasan qutulasan. Men o'lishni tavsiya bermayman. Prosta muammolar tugamaydi. Muammo deb o'zingni siqildim deb ichib, odob-o'ringa sharmanda qilib, oilangga or-nomusi degan narsalar bor. O'sha narsalar. Men o'zimdan odobda nimani yoqib o'tirgan yerim bor. Mening ham o'zimga yarasha chiroyli, men hamma aytaman. Mening ham o'zimga yarasha juda ko'p minuslarim bor. Men shu bilan bo'ldi, tugadi, hayotim tamom bo'ldi. Menga u bo'ldi, menga bu bo'ldi. Bu hayot o'zi unday ekan, hayot o'zi bunday ekan.
Bu narsalar bilan hayot o'lchanmaydi. Hayot faqat hayotni sevasan, hayotni tushunasan, muammolari tiriksan, muammo tirik. Dalishi bo'lish oldidan yetish kerak, faqat oldini o'ylash kerak. Ko'zni qisish kerak, kamroq gaplashish kerak, kamroq eshitish kerak, kamroq yeyish kerak, ko'proq harakat etish kerak. Lekin iloji boricha eng asosiysi hozirgi zamon talabi normalniy odam tushunadi. Kam gap bo'lishi kerak. Prosta tak kam gap bo'lishi kerak, ko'p harakat etish kerak. Men bilaman degan odam juda ahmoq nodon bo'ladi. Men bilaman, hamma narsani bilaman degan odam kattalarning gapini kirish kerak. Kattalarni hamki o'rinli kattalar. Yoshi 70 ga kirib, hali aqli kirmagan insonlar bor. Hali mas'uliyatni his qilmagan insonlar bor. Hali farzand tarbiyasi nima ekanligini bilmaydirganlar. O'shaning uchun kelajak hayot haqida o'ylash kerak. Sal seriozlik qarash kerak. Men har doim aytaman, seviyaga urg'u beringlar, seviyangiz ulug' bo'lmasa, seviyangiz baland bo'lmasa, kelajagingiz dabdala bo'ladi. O'zlaringizni hayotingiz uchun shunchalik mayda, e'tiborli detallarini, dunyoni, hayotni mayda detallarini e'tibor qilasizlar, o'shanda shu mayda detallar bartaraf qilinadi, mayda detallar bartaraf bo'ladi. O'sha bilan hayot sal go'zallashadi. Yana detallar, yana kattaroq detallar, yana kattaroq. O'sha bilan saviya oshadi, tajriba oshadi, opit ko'payadi. Harakat qildim, ya'ni maqsad qildimki, o'shalar sabab yana boshqalar ham shuni yo'lini adashib, yo'lini yo'qotib, qiynalib yurganlar, o'ylanib yurganlar, hayotda tubga keldim deb motivatsiyasi o'lib, energiyasi o'lib, hayotda kelajagiga ishonchi qolmagan insonlar uchun men majbur bo'ldim ushbu videoni. Bu videoni olish, bu mavzu meni juda ko'p kun, oylar bo'ldi. Juda ko'p oylar bo'ldi. 24 oy bo'ldi bu mavzuni albatta yarataman, aytaman. Nerdan boshlasam ekan, qanday tushuntirsam ekan, nima deb aytsam ekan, qanday tushuntirsam ekan, qanday yetkazib bersam, ular yo'lidan qaytsa, ular ichishni tashlasa, ular ichishni kamitsa, kelajak haqida o'ylasa, ota-onasi haqida o'ylasa, kelajak farzandlar haqida o'ylasa, or nomusi yigit ham or nomusi bo'ladi, faqat ayollarda emas, or nomus. Yigit kishining or nomusi buni so'zi. Erta-indin bitta gap aytadi, o'sha seni iltimosin, seni so'raving bitmay qoladi. Shu o'rinda seni o'zi ketdi or nomusin. Ya'ni o'rning yo'q seni. O'rning yo'qki, nimaga sen urg'u berib yuribsan? Ichishga, chekishga, fahsha. Va kaza. Juda ko'p urg'u berish kerak emas. Juda ko'p. O'zi umuman yo'qotish kerak. Bu narsa shariatan ham to'g'ri kelmaydi, dunyoga ham to'g'ri kelmaydi. Bu narsaga urg'u berib, 1-2 bo'lgan odam hayotda yo'q. Men o'zim ham jabrini ko'p tortganman, haligacha tortaman jabrini. O'shaning uchun maslahat bermayman. Buni aka desangizlar aka deb, uka desangizlar uka deb, yoshlarimiz voqea otam dangim bo'lsa, o'sha farzandimdan eshitgan eng yaxshi gapim shu bo'ldi deb, o'shaning uchun shundayligicha qabul qilasizlar. Bu meni maslahatim.